Azizlar, assalomu alaykum hammaga. Bu biz hozir bitta ziyorat o'rniga kelganmizki, bu ziyorat o'rni Addas radhiyallohu anhu de uylari. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Toif shahriga kelganlarida tosh bo'ron qilinadi va oyoqlari qonaydi. Shunda dam olib, Allohga shikoyat qilib o'tirganlarida o'sha uzun bog'iga kirganlarida uzun bilan mehmon qiladi. Ya'ni uzunni bismillah deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanovul qilganlarida hayron bo'lib, siz kimsiz deb turib, men Alloh taolo tomonidan elchi bo'lib keldim deganlarida, islomni birinchi bo'lib Toif shahrida birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan, Alloh va rasuliga iymon keltirgan sahobiyning baytlari, Addas radhiyallohu anhu ning uylaridamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerga minglagan ziyoratchilar keladi. Ziyoratchilar kelib, mana kabutarlar har xil joylar qilib, chiroyli qilib, so'lim qilib bu yerda tayyorlab qo'yishgan mana. Tepalarda o'tiradigan joylar, bog'-o'roqlar. Hammalarimizni bu ziyorat o'rinlariga kelishlikni Alloh taolo nasib etsin.